Poytaxtimizda Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi hamda Raqobat huquqi xalqaro markazi hamkorligida ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi. Platformalar iqtisodiyoti, raqobat qonunchiligi va raqamli platformalarning bozor hukmronligi mavzusiga bag'ishlangan tadbirda raqamli bozorlarni tartibga solish, sun'iy intellektning ta'siri hamda adolatli raqobat muhitini shakllantirish masalalari muhokama qilindi. Bugungi tadbirda Buyuk Britaniya, Italiya kabi 13 dan ortiq mamlakatlardan yetakchi ekspertlar va raqamli platformalar vakillari ishtirok etdi. Spikerlar o'z nutqida mamlakatidagi bu sohada amalga oshirilayotgan tajribalarni aytib, bizning qo'llanmalarimiz ham boshqa mamlakatlarga namuna bo'la olishini ta'kidlashdi. Bizning mamlakatimiz Qozog'istonda ham raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanmoqda. Unga qo'shilayotgan hissa ham tobora ortib bormoqda. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va elektron sohalarda faol qo'llanmoqda. Men o'zbekistonlik hamkasblarimizning yutuqlarini ham alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Ular raqamli tizimni tartibga solish borasida ilg'or g'arbiy tashabbuslarni faol o'rganib, ularning ayrimlarini qonunchilikka kiritishdi. Bu esa umuman olganda juda foydali va namuna qilib ko'rsata oladigan tajriba hisoblanadi. Suhbat jarayonida Yaponiya hukumati yondashuvi haqida ham ma'lumotlar berildi. Men hukumatning raqamli bozorlarni tartibga solish borasida biroz boshqacha yondashuvni tanlaganim haqida gapirdim. Masalan, Yevropadagi raqamli bozorlar to'g'risidagi qonun, aniqrog'i Yaponiya hukumati raqamli bozorni tartibga solishda biroz boshqacha yondashuvni tanlagani haqida gapirdim. Masalan, Yevropadagi raqamli bozorlar to'g'risidagi qonun, aniqrog'i Yaponiya hukumati raqamli bozorni tartibga solishda yumshoqroq hamkorlikka asoslangan yondashuvni qo'llaydi. Bu shuni anglatadiki, hukumat raqamli platformalarga qat'iy majburiyatlar yuklash o'rniga biznes vakillari bilan hamkorlikda qo'shma tartibga solish tizimini yo'lga qo'yadi. O'zbekiston raqobat masalasida ikki yo'nalishda alohida e'tibor qaratilishi lozim. Birinchidan, yangi texnologiyalar orqali amalga oshirilayotgan kartel kelishuvlari yoki hukmronlik suiiste'moli kabi raqobatga zid amaliyotlarga qarshi kurashish. Ikkinchidan, killer acquisition deb ataladigan, ya'ni tadbirkorning o'z bizneslarini kengaytirilishiga to'sqinlik qiluvchi xaridlarni nazorat qilish. Xavflarni oldini olish bo'yicha ham qandaydir chet el mamlakatlarining tavsiyalari berildimi yoki rivojlanish bor? Lotincha termin bor, ex ante tartibga solish degan, ya'ni bu oldindan muayyan cheklovlarni o'rnatish bo'yicha, demak, ko'plab davlatlar monopoliyaga qarshi organlari bugun mana shu yo'lni tanlayapti. Buni 24-yilda joriy etdik. Joriy etilgan normalar to'liqligicha xalqaro eng ilg'or amaliyotlarga muvofiq ravishda joriy etildi. Biroz tanaffusdan so'ng raqamli bozorlarda integratsiyani nazorat qilish, ekotizimlarni birlashtirish holati mavzularida ham panel sessiyalar bilan tadbir davom etdi. Mubina Nosirova, Shahzod Karimov, Rahmon Zaripov, Ovozi informatsion dastur uchun Toshkent.